Assalomu alaykum. Ushbu yer maydonining chegaralari mana bu ko'rinib turgan uylardan boshlanib, yon chegarasi mana avtomobil yo'lidan oxiridagi uzunlikdagi oxiridagi chegarasi uylardan, ko'rinib turgan uylardan keyin ikkinchi yon tarafidagi chegaralar shu daraxt ko'rinib turgan daraxtlardan chegaralar bo'lgan. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyat Uzun tuman Tojikobod mahallasida 151-161 konturlarda amalga oshirildi. Bu yerda 7,5 gektar maydonda bu yerda maydon yuzasi 7,5 gektardan iborat, uzunligi 538 metr, eni 147 metrdan 47 metr. Hozirgi bu yerda ekilgan karam qishloq xo'jaligi mahsuloti zamonaviy usullar bilan parvarishlandi. Hozirda ekilgan karam mahsulotlari bugungi kunda yig'ishtirib olindi. Ekinlarni yig'ishtirish 270 kun davom etdi. Yetishtirilish jarayonida sug'orildi va tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirildi. Ushbu yerlarda 20 ta dehqon xo'jaligi ijarachilari mehnat qildi. Ushbu loyihada 20 dehqon xo'jaliklar biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi o'rtasida 50 sotikda yer maydoni to'g'ri keldi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Chinor Agrofaz kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonnadan hosil yig'ishtirib olindi. Ushbu loyihaning hozirda ekin yerlari ikkinchi ekinni ekish uchun tayyorlanmoqda. Kelajakda ushbu ikkinchi ekinga ekiladigan karam mahsulotini yetishtirishga ko'chatlar ekib 1-avgustdan ekilishi mo'ljallangan. Mazkur ikkinchi ekinni yig'ishtirib olishda yuqori daromadli ekin turlari ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.